Assalamu alaykum, hörmətli görmənlər. Uyğur Rəhbərlik Mərkəzinin bugünkü xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Mən Muhammed Əzət. Bugün 2023 yılı 8-ci ayının 18-ci günü cümə. Xeyli ondaq texnoloji xəbərlərimizdən təfsilatı olsun. 2023 yıllık Xitay Asiya Avropa Tovar Soda Yarmərkəsi açıldı. Xitay Mərkəzi xəbər torunun 8-ci ayının 17-ci gündəki xəbərdə deyilishicha, 2023 yıllık Xitay Asiya Avropa Tovar Soda Yarmərkəsi murosimi atalmış Şinjan Xalqaro yig'in va ko'rgazma markazida o'tkazilgan. Bu yig'inga Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston qatorliq 40 davlat va rayondan kelgan 1300 korxona, 7 xalqaro tashkilot, davlat ichi va sirtdagi cho'ng-kichik shirkatlar Sharq Turkistonda uchrashib, o'rtaq taraqqiyot va hamkorlik munosabat o'rnatgan. Yarmənkining ko'lami burunqi o'tkazilgan yarmənkilar qaraganda texmi cho'ng bo'lgan bo'lib, bu qitimqi yarmənka umumiy ko'lami 70 ming kvadrat metr bo'lgan. Yig'in jarayonida atalmış Şinjan ishlab chiqarish va qurilish jamiyati, Bengtuan va atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi 14 viloyat va shahardan kelgan korxonchilar va cho'ng-kichik tijoratchilar sanoat taraqqiyot va mablag' silish siyosati ham rayon afzalligidan unumli foydalanib, o'rtaq taraqqiy qilish to'g'risida birlikka kelgan. O'tir Osiyo iqtisodiy hamkorlik markazi institutining raisi Kabir Jo'razoda so'zida atalmış Şinjanning rayon afzalligi Xitoyning savdo markaziga aylanishdagi misli ko'rilmagan fursatga duch kelmoqda. Buningdan keyin Xitoy bilan savdo mexanizmi va bir belbog' bir yo'l tashabbus aloqamizni texnik kuchaytirib, har tarafga foydali mablag' silish muhiti yaratib va davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni texnik kuchaytirib, o'rtaq taraqqiy qilish to'g'risidagi maqsad va nishonlarni o'rtoqlashgan. Xitoy atalmış kishilik huquq da'vosini qo'g'dash suhbat yig'ini o'tkazdi. Xitoy Markaziy xabar torining 8-ci ayının 17-ci gündəki xəbərdə bildirilishicha, 8-ci ayının 15-ci günü Sharq Turkistonda Xitoy İctimai Fənlər Akademiyasi kishilik huquqni qo'g'dash to'g'risida suhbat yig'ini o'tkazgan. Yig'in jarayonida Xitoy Kompartiyasining yangi davrdagi atalmış Şinjanni idora qilish strategiyasining to'liq va to'g'ri yo'lga qo'yilishi va Xitoyning atalmış Şinjanni jo'ng'uch uslubda zamonaviylashtirishni qat'iy ilgari surish asosida kishilik huquq ishlariga yangi sahifa ochib, Cumhuriyet milleti ittifaqlığını texnik mustahkamlab va atalmış Şinjandagi barliq millatlarning taraqqiyoti to'g'risida o'rtaq tunish hosil qilib, shundaqla axloqsiz hujum va tuhmatga qarshi turib, kishilik huquqqa qarshi ba'zi davlatlarga kuchlik inkas qaytirib, atalmış Şinjanga aloqador xizmatlarga qattiq ahamiyat berish tashabbus qilingan. Yig'in davomida Xitoy hukumatining qo'lida atalmış Şinjandagi kishilik huquqni qo'g'daganlik to'g'risidagi materiallarning yetarli ekanligi va kishilik huquq haqidagi haqiqatlarni dunyo xalqiga cho'qim atrofliq va sistemalik so'zlash kerakligi. Shundaqla atalmış Şinjanda hayotiy kuchga to'lgan kishilik huquq taraqqiyotining mavjud ekanligi, kishilik huquqni qo'g'dash Xitoy hukumatining alohidaligi ekanligi, atalmış Şinjandagi kishilik huquq to'g'risida xalqaro bilan dialog o'rnatib, xalqaro kishilik huquq masalasida boshqa davlatlar bilan fikr almashtirishni xohlaydiganligi. Shundaqla Amerika va G'arb davlatlarining Sharq Turkistondagi kishilik huquqni qo'g'dashdagi yomon g'araz va nachar taktikalarni oshkorlab, Xitoy hukumatining atalmış insoniyatning taraqqiyoti va go'zal dunyo barpo qilishdagi mustahkam ishonchisini va tiz bukmas ruhini dunyo xalqiga jakorlaydiganligini bildirib, o'zining Sharq Turkistonda o'tkazgan jinoyatlarini yoshirishga va o'zini oqlashga uringan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.